Bugun xudo xolasa marketda xodimlarni qo'shishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz ikkita brauzerdan foydalanamiz. Ya'ni men xodim sifatida ham ko'rsataman, ham admin sifatida ham ko'rsataman. Ya'ni market egasi sifatida ham ko'rsataman. Market egasi sifatida men Google'dan kiraman. O'zimga tegishli bo'lgan marketlarning birortasini tanlayman. Hozircha saytimizga kiramiz. my.selproduct.net va bu saytda kirgan vaqtimizda marketlarimiz chiqadi. Faqat o'zimizga tegishli va o'zimizda huquqimiz bo'lgan marketlar chiqadi. Masalan, bu safar biz siz bilan mini market ko'rib chiqamiz. Mini marketga kirib ko'rsak, bunda hozir faqatgina o'zimda ism familiyam bilan kirganman va o'zimning ism familiyam bilan market yaratganman. Demak, hozircha mahsulotni o'chirib tashlaymiz. Ya'ni korzinkadagi ular energetik mumkin emas. Ikkita. Bundan 20 bitta. 20 bittadan esa 10 ta una. Va shu ma'lumotni biz sotuv jarayonini amalga oshiramiz. Ya'ni terminal orqali o'tkazdik. To'lov qabul qilishni yakunlashni bosamiz. Terminal orqali qabul qildik va muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu hamma jarayoni hisob-kitob fakturasida ko'rinadi. Ya'ni 147-ID 896.400 so'm kassa bo'lgan. Ya'ni nektar sochnidan adını vera va 20 pista. Buni kim sotuvda amalga oshirilganini ko'rsangiz, mana bu yerda xodim degan so'z chiqadi. Xodimda Farruh Sherqulov. Xodimni sevib olsangiz, sotuvlar, to'lovlar, importlar. Ya'ni mahsulotning kirimiga ishtirok etganmi? O'sha ro'yxatlar chiqadi. To'lovlar, ya'ni to'lovlarni qabul qilganmi? Buyurtma orqali, misol semanada kredit yopgan, oldingi videoda ko'rib chiqqandik. Kredit yopgan, 8400 onlayn kredit yopganligi uchun, aynan Farruh Sherqulov yopgani uchun shuni istoriyasi turadi. Demak, xodimlar ro'yxatiga ko'ramiz. Har bitta qadam, har bitta sotuv jarayonlari xodimga biriktirilgan holatda yozib boriladi. Ya'ni inglizchasiga history, ruschasiga nima deydi? Log yozib boriladi. Ya'ni o'sha ma'lumotlaringizni kim sotgan va kim qabul qilgan va kimga sotildi, hamma ma'lumotlarni yozib boradi tizimda o'zi. Demak, mijozlarga kirmaymiz, bizga xodimlar kerak. Xodimlar ro'yxatiga kiramiz va bu yerda xodimlar ro'yxati bor. Xodim qo'shishni bosamiz. Xodimning ismi. Misol o'tgan safar birinchi videomizda Malikov deganni qo'shgandik. Malikov. Sotuvchi yozib qo'yamiz yoki Malikovni o'zini yozib qo'yamiz. Nomeri 94lik 123 45 67. Sotuvchi sifatida belgilaymiz. ID ni esa Malikovni o'zidan so'raymiz. Ya'ni Malikovni profiliga hozir Malikovni profil kirishimiz uchun biz Firefoxdan foydalanamiz. Malikov bizga portfel ID'dan bizga ID'sini berish kerak. Demak, mana Timur Malikov username portfel ID, ya'ni account ID mana shu bo'ladi. Shu account ID'ni bizga bersa, biz u Malikovni marketingimizga qo'shib olamiz. Timur sotuvchi. Telefon nomeri esa 94lik 123 67. Qo'shish. Mana. Sotuvchi qo'shildi, lekin faolsiz bo'lgani uchun bu market unga ko'rinmaydi. Shuning uchun Timurni biz aktiv holatga o'tkazamiz, ya'ni faol holatga o'tkazamiz. Faol holatga o'tkazganimizdan keyin Firefoxga o'tamiz va Malikovni profiliga kiramiz. my.selproduct.net. Va kirgan vaqtimizda
mini market chiqdi bu yerda. Ya'ni biz Timurni o'zimizni marketga qo'shdik. Shu sababli bunda marketlar ro'yxatida mini market chiqdi. Demak, mini marketga kiramiz. Mini marketga mini marketga kirdik. Bu yerda bosh adminga nisbatan, mana Google'ga o'taman. Bosh adminga nisbatan mana bu siz adminsiz, ya'ni egasiz, market egasiga nisbatan menyular kam ko'rinadi. Aynan bu sotuv jarayoniga javob bergani uchun, sotuvchi belgilangani uchun faqatgina sotuvga aloqasi bor menyular ko'rinadi. Misol uchun Malikov mahsulot sotadi deylik. Ichimlik sotuv jarayoni boshladi. Bundan bitta eslatib o'tamiz, bu programmada QR kod skaner apparatini qo'llab-quvvatlaydi. QR kod skaneri bilan to'lov tizimlaringizni, to'lov tizimida bilan savdo tizimingizni tezlashtirish imkoniyatiga egasiz. Bizdan ko'p zakaz qildik. Demak, transfers, mobil, onlayn, QR kod, cash. Misol uchun sotuvchida, oluvchida 100 ming so'm naqd bor va qolgani esa kartada. Va komplet bosib qo'yamiz. Bu ingliz tili chiqqanligi sababli buni tili birinchi o'rinda ingliz tili turadi. Buni tilini o'zgartirsangiz bo'ladi. O'zbekcha. O'zbekchaga qo'ydik. Demak, hisob fakturada mana Timur sotuvchi 149-buyurtmani amalga oshirgan. To'lovlar 164 ming chegirma bermagan. Beliz, Nescafe, Ermak, Kaju sotgan. Qarz daftari sotuvchiga ko'rinish kerak, chunki sotuvchi qarzni yopib bilish kerak. To'lovlar Timur sotuvchi 64 ming terminalda, 100 ming so'm esa naqdda. Mijozlarni ham qo'shib biladi sotuvchi. Endi biz market egasini paneliga o'tamiz. Ya'ni market egasi mana Timur sotuvchiga kiramiz. Mana 149-sotuvda amalga oshirgan. To'lovlar mahsulotni import qilmagan. Chunki bu sotuvchi mahsulotni import qilish uchun omborchiga qabul qiluvchi statusini berishingiz kerak. Demak, bizlar xodimlarimizga sotilgan foydadan misol uchun foiz berishimiz mumkin. Uni qanday yana qilamiz? To'lovlarga o'tgan vaqtimizda bu qancha tushum bo'layotgan bo'lsa, misol savdo qildi, qancha tushum tushirdi va o'shani nechadir foizini hisoblashingiz kerak. Jami 164 ming so'm bo'lsa, misol uchun 5% yoki 10% rag'batlantirish berishingiz mumkin mijozlarga, xodimlaringizga. Yana bir tarafi esa datasini tanlagan holatda, aynan o'sha kuni xodimingizdan qancha naqd va qancha terminal qabul qilib olishingiz ham ko'rsangiz bo'ladi. Demak, xodimlar ro'yxatiga qaytamiz. Mana to'lovlar. Buni hozir mijozlarni yangilab olmasak, ekran ko'rinmaydi, mijozlar ko'rinadi. Xodimlar ko'rinadi. Mana datasi bo'yicha filtr qilamiz. Mana bugun to'lovni Farosh Erqulov va Timur sotuvchi. Oxirgi sana bo'yicha saralangan holatda bo'ladi. Hisob faktura 149-sotuv ID'sini kim amalga oshirgani hamma ma'lumotlar aks etgan holatda bo'ladi. Yetkazib berish, buyurtma, mahsulot sotish, hamma bo'limdagi holatlar tizim tomonidan yozib boriladi. Qaysi xodimingiz nima ish qildi, qaysi mahsulotni sotdi, qaysi mahsulotni
qo'shdi, o'zgartirdi va hokazo barcha amallarni tizim yozib boradi. Va o'sha tizimda to'liq yozib borilgan ma'lumotlarni esa logos degan joydan topasiz. Logosini. Mana temir sotuvchi marketingingizga kirgan sanasi bo'yicha mana. Mahsulotlarga o'tsak, mahsulotlar, ya'ni mana do'kondagi nomlarimiz. Sotuvchi. Mana credit, accept, payment, seller logolarni to'liq ko'rib bilishingiz mumkin va nazorat ham to'liq bo'ladi sizning qo'lingizda. Mana bu yerda ko'rinmagani sababli siz oldin bir xodimni qo'shib o'chirsangiz, bu holat tizimdan 100% o'tib ketmaydi, ID sifatida qoladi, ism familiyasi ko'rinmaydi. Takliflarni kutamiz, xudo xolasa kommentda takliflarni xudo xolasa murojaat qiling, market ochamiz yoki o'zingiz ham ochsangiz bo'ladi. Oddiygina my.selprodu.net qilib shunchaki 5 minutda qolsa qolmas marketga ega bo'lasiz, onlayn marketga ega bo'lasiz. Ya'ni chunki marketingiz bor, faqatgina onlayn marketga ega bo'lasiz. Sotuv jarayoningizda raqamlashtirasiz va tezroq sotuv jarayonlarini amalga oshirasiz. Keyin statistikani xodimlar sifatida ko'rmoqchi edim. Demak, xodimlar hafta mobaynida ko'raylik. Mana Farruh Sherqulov 1600 tushirgan, temir sotuvchi esa 164 ming so'm tushirgan. Jami sonlari 1 marta sotuv qilgan va men esa 6 marta sotuv qilganman. Shu jihatdan ham asosan oyga qo'yib, qaysi xodimimiz ko'proq sotuv qilgan bo'lsa, qaysi xodimimiz ko'proq pul tushirgan bo'lsa, o'shanga rag'batlantirish bersangiz bo'ladi. Va rag'batlantirish bo'lgandan keyin sotuv potensiali oshadi. Sizlarga rahmat. Kelgusida yanada boshqa qismlarni ko'rib chiqamiz.